Zuhriddin Namangan sexidagi asalari yashiklarini mana bu dekorativni chiroyli qilib, har xil hajmda, har xil ranglarda chiroyli qilib yasayotgan ekan. Keling, obunachilarga qanday yasalishligini bitta aylantirib ko'rsatib chiqamiz. Sifatlarini, ranglarini qiziqib ko'rishsa, ko'ryapsizlar, mana bunaqa dekorativniy yashillardan boshlab katta, mana bunaqa 2 xonali, 3 xonali yashillargacha chiroyli qilib yasashyapti. Hozir sizlarga bitta aylanib sexlarni ko'rsatib chiqamiz. hozirda mana yasalgan yashiqlar 3 taxtadan yasalgan, qalinligi 3 sm, balandligi 18 sm. Ko'rishingiz mumkin. Ko'p pachka holatda keladi. Bu yerda taxtalar bir-biriga yopishtiriladi. Kley bilan orasiga shpon qo'yilib, shunaqami? Preska solamiz. Preska solib, necha kun turadi? Kun emas, 10 minutdan turadi. Ha, kley qotguncha. O'zinglar ko'rdinglar, orasiga kley surib turib, mana bunaqa preska qilib chiroyli qilib qo'yayotgan ekan. Shunaqa kichkinagina sexda, lekin ish jadallik bilan ketyapti. Asalari yashiklarini yasab, buyurtmachilarga yig'ib tayyor qilib qo'ygan ekan. Ko'rasan, bu yerda kraska qilish jarayonlari. Bu yoqda tayyor bo'lgan holatlari. Namunasi adashmasam yengil bo'lsa kerak. Ko'rasizlar, bundoq qilib qo'yasizlar. Asalari shunday ochib kelib, qo'nib kirib ketaveradi. Shunday uchib ketaveradi. Qatgadir otmoqchi bo'lsanglar, shunday yopib qo'yasizlar. Juda ham chiroyli, zo'r ishlab chiqarishdi. Kimga shunaqa asalari, yashiklari kerak bo'lsa, aynan pastda qoldirgan nomerlarga telefon qilsangiz, telefoninglarni aynan shu yerga ko'taradi. Olimxon. Aloqaga chiqaverasizlar. Zuhriddin, Yashig'i zo'r kerak bo'lsa, xizmatdalar, xudo xolasa oqamiz. bo'ldi. Aloqaga chiqasizlar, chiroyli qilib 12 ta viloyatga zo'r qilib o'zlari dastavka qilib beradi.